Va nihoyat do'stlar, Rossiyaga peshkom safarimizni ham boshladik. Mana bugun 2026-yil 7-iyun. Ana uydan chiqib ketyapmiz. Uydan duolarni olib, Salma aka, nima deysiz? Boshladikmi? Tayyormisiz? Hozir men bitta narsaga hayron qoldim-da. Nimaga hayron bo'ldingiz? O'tgan yili Makkaga 7-iyunda mana shunday vaqtda ketgan ekansiz. Mana Allohning mo'jizasimi deyman-da, qaranglar do'stlar. Qanaqadir sabablar bo'lib kecha ham qoldirib, o'zi kecha chiqishimiz kerak edi. Bugunga to'g'ri kelib qoldi. Bugun shuni videolarni ko'rsak do'stlar, o'tgan yil ham umraga peshkom 7-iyunda chiqib ketgan ekan. Esinglarda bo'lsa, O'zbekiston bilan Qatar futbol o'ynaganda yo'lda ko'rib ketgandim. Mana o'sha umraga taqib olgan sumkam. Buni qoldiraylik. Buni mashina olib. Endi bu yog'i Qirg'izistonga borib olishimiz kerak. Hozir Namangan shaharga boramiz. Keyin qaysi tarafdan chiqib kelsak bo'ladi do'stlar? Biz Beshkekdan boshlamoqchimiz. Yozib qoldiringlarchi. Inshaalloh mana birinchi qadamni boshladik. Kuzatib turinglar, obuna bo'lib. Mana ham yo'lda sizlarga podesha qilib, obuna bo'lib, qo'ldan kelgancha bosib ketaman do'stlar. Sizlar ham podesha qilsalaring bo'ldi. Yo'ldagi zo'r voqealarni har qadamimda video qilib sizlarga yoritib ketaman. Qirg'izistonda ham o'zbeklar bormi yoki Qirg'iziston? Biz boramiz inshaalloh, Beshkekni ko'ramiz. Poytaxtda endi Qirg'izistonni. Shunday. Aloqaga chiqarasizlar, nomerlar qoldiramiz do'stlar. Bemalol Telegramdan yozsalaring bo'ladi. Let's go.